Bilaman sizlarda ham mana bu kompyuterlarda olganida avtomatik har xil приложениялар ochilib ketyaptimi? Buni juda ham bir oson yo'l bilan to'g'irlashni sizlarga ko'rsatib beraman. Buning uchun videoga bitta like bosib, kanalimizga rivoji uchun подписаться tugmasini ham bosib ketishni unutmanglar. Unday bo'lsa, qani ketdik. Bu narsani to'g'irlash uchun biz birinchi o'rinda kompyuterimizni настройкasiga kirib olamiz. Va hamda kirib olganimizdan so'ng mana bu yerdagi приложение bo'limiga kiramiz. Va mana bu yerdagi pastki qismda qarasanglar, автозагрузка. Mana shuni ichiga kirib, bizda qaysi programmalar avtomatik ochilib ketayotgan bo'lsa, mana shu programmalarni birma-bir mana bu yerdan tanlab o'chirib chiqamiz. Va o'chirib chiqqanimizdan keyin avtomatik bu narsa bartaraf etiladi. Bundan tashqari sizlar uchun yana ham bir foydali video, ya'ni sizlar mana bu Google Chrome'larga kirganinglardan keyin kirishinglar bilan sizlarda avtomatik har xil saytlar qator ochilib ketadi. Ya'ni sizlarga bu juda ham noqulay, yoqimsiz holat. Buni ham sizlarga hozir to'g'irlashni ko'rsatib beraman. Buning uchun mana Google Chrome'ga kirib olamiz va kirib olganimizdan so'ng mana bu yerdagi 3 ta nuqtani bosib, pastki qismdagi настройка bo'limini bosamiz va mana bu yerdagi Запуск Chrome, ya'ni Запуск Chrome mana shu bo'limni bosamiz va menda ko'rib turganingizdek, задание страница bo'limida mana bunda google.com turibdi. Ya'ni men avtomatik Chrome'ni ochishim bilan faqatgina Google ishga tushadi. Sizlar mana shu yerni bir marta tekshirib qo'yishingiz kerak, sababi sizlarda mana shu yerda ko'pgina Googledan tashqari boshqa bir saytlar ham ulanib ketgan bo'lishi mumkin. Shuni mana bu 3 ta nuqtani bosib, mana bu yerdan udalit bosib, hamma saytlarni, kerak saytlarni o'chirib chiqsanglar, sizlar Google'ga kirganlaringda faqatgina mana shu Google bo'limi ochiladi. Agarda sizlarga biron bir saytni doimiy ishlasanglar, sizlarga u sayt doimiy kerak bo'lsa, mana bu yerdagi добавить страничani bosib, mana shu yerga adres stansiya degan joyiga ana shu saytlaringni linkini yozib qo'ysanglar, sizlar uchun doim Google ga kirishinglar bilan avtomatik ana shu sayt ham, xohlasanglar Google ham birdaniga ishga tushadi. Mana shunday texnologiya dunyosida yana nimalarni bilmoqchi bo'lsanglar, kommentariyada o'z fikringizni yozib ketishni unutmanglar, hamda kanalimizni bozish uchun like hamda подписаться tugmasini bosib ketishni ham unutmanglar.